Assalomu alaykum. Bugun sizlarga Soybo'yi turar joy majmuasida amalga oshirgan ishlarimiz haqida gapirib beramiz. Ushbu loyihani amalga oshirishda biz Murad Buildings jamoasi bilan birgalikda 4 ta 16 qavatli turar joy binolarini monolit ishlarini amalga oshirdik. Ushbu monolit ishlari 26 000 kubdan ortiq beton ishlarini tashkil qiladi. Monolit ishlarini amalga oshirishimiz uchun biz oddiygina taxta qoliplar emas, balki 500 000 AQSh dollariga teng bo'lgan Germaniya brendi Perry kompaniyasini temir qoliplarni sotib oldik va foydalandik. Shuningdek, biz ushbu loyihamiz uchun zamonaviy sotuv ofisini 45 kunda 3 ta konteynerdan amalga oshirganmiz. Biz United Building jamoasi bilan birga ishlaganimizdan juda ham mamnunmiz va boshqa developer kompaniyalarga birga ishlashni tavsiya qilib qolamiz. Nima uchun biz Murad Buildings bilan ishlaymiz? Sababi bizda qadriyatlari va maqsadlari bir xil bo'lgan jamoalar yig'ilgan. Biz nafaqat tez va arzon qurishga, balki sifatli qurishga intilmoqdamiz. Ana shunda insonlar biz qurgan bino va inshootlarda asrlar davomida foydalanishadi.